Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz baxtli yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Altınkeş romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Keremning sarguzashtlarini o'qish bilan birga Kerem yozgan Altınkeş dramasining birinchi pardasini o'qigan edik. Endi ikkinchi pardaga keldik. To'y bo'lib bir yildan keyin Ansar boyning yasidaq ayvon saroylari Çoğ hoylining bir chetidin bağının ishigi, xizmatkorlarning uyi, oshxonaning bir burjiga ko'rinib turadi. Uy tarafdan Ansar boyning "To'rak, voy to'rak, harvini qo'sh, bo'l chaqqon" degan ovozi anglanadi. Xizmatkorlar uydan Turaxun yugurib chiqib keladi. Xo'roz bir to'p mikiyani boshlab hoyliga kiradi. Xo'roz qiy 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 Xo'roz birla mikyancık. Mikyanlar. Çik çik çik. Mikyancık. Sivetlerde tuxumliq. Birlikte. Ağcıxınным bək xoşal. Ansar bay andan xoşal. Kaptarlar ögizde boquldışıdı. Bek uval, balalarga bek uval, qoq qoq bek uval. Mehmonxona uydan Ansar boy chiqdi. Og'chiqnim orqasidan chiqib boyning yipak to'nining u yer, bu yerini o'ngshaydi. To'nning pashlarini tortib tuzashtirdi. Balbig'ini yeshib boshqadan chigidi. Boyga noz karashma bilan erkilab. Tulabek yo'llariga qaratib taqaza qilmay, balduroq yinib kelala bigim, deydi. Dadısının keyninden pişayvanga çıqqan Zöhre xanım bilen onun ufkisini ikki tarafiga ilib, bo'yinlaridan quchoqlab turib, "Voy jinim qo'zlarim, dadanglarga Allohga omonat danglar", deydi. Balalar tangla. "Allohga omonat dada, oq yo'l bo'lsin", deydi. Ansar boy balalardan bekrak ularni ikki yiniga ilib, bo'yinlarini siylab turgan og'ichisidan xo'shal bo'lib, "Xo'sh bolalarim, Allohga omonat, onanglarning gapini obdan anglanglar", deb chiqib ketadi. Eshikning teshidan chuh, tit degan ovozlar bilan harvining mangan ovozi anglanib, yiroqlab ketadi. Og'ichxinim ikki bolani tutib turgan qo'llarini ittik tortib olib zarda bilan, "Yo'qilish, yetim o'g'loqlar, taloq chiqib o'ynash. Bir kim chaqirmog'icha uyga kirguchi bo'lishma", deydi. Arkadan qayrilib ovozini ko'tarib, "Altın xanim, Pasha xanim, qizlarim qinesizlar", deginicha uyga kirib ketadi. Qo'g'landi bo'lgan ikki bola beshin tuvan solg'inicha sirtqa qarab mangadi. Xo'roz mikyallar bilan kaptarlarmi ularga agishidi. Xo'roz mikyallar: "Ququq, biz ko'rdik, endi qanday qilg'uluq?" Kaptarlar: "Bek uval, balalarga bek uval." Shu paytda ishik tuyida Sailning ovozi naqshisi anglanadi. "Patimaning ko'ynagi, 70 yerda yamog'i, anjurning yaprog'ida yamab kiygan Patimam. Ya Allah, aqdus ya Allah, sadiqa baloni yer, tövbe günahını yer." Ağıçxıным qar borandek tutulup çıkıp Sailni tıllaydı. "Ut juvaynimek ketgür toymaslar, qurup ketgürler. Ätidin keşkiçe oyığı üzülmegen. Az berse razı bolmagan, jiq berse can toşmagan." Oshxon tarafga qarab to'g'laydi. "Xalichxon, voy Xalichak!" Og'ichxinim o'zi shahardan elib kelgan pakkar bo'y, bo'yni qisqa, pitko'z oshpaz ayol yugurib chiqib ta'zim qiladi. "Xo'shxinim, nima xizmatlari borkin?" "Ovu nafsi baloga bir pocha non tashlab berib, ishni dam silib taqib et. Qozonga go'sht silib ichkirak pishirg'in. O ahmaq boy bilan yetim o'g'loqlari paydo bo'lguncha quloqning tinish vaqtida qursaqni to'qlab olayli. Bo'lashdik." "Xo'shxinim." Xalchxon tazim qilib, oshxonaga kirib non elib chiqadi. Nonni qalandarga beradi. Qalandar uningga atab uzundan uzun duo qiladi.
Uning gapidan erib ketgan Xalchixon tomoshabinlarga qarab so'zlaydi. Viyay, ajab shirin so'zlarni qildi-ya Qalandar. O'zim xil kelishgan yigit ekan. To'xta, uni bir nima qilib o'zimga qaratib olay. Voy oshiq, o'zlariga qarsam xeyli bardam yigit ekanlar. Ma uyda o'tin yardigan ish bor edi. Qilishib beramla, haqlarni obdan beraman. Sizning ishlarni qilishib bermamdigan xonim, jinim bilan desizlar. Sail kirib xaltisi bilan kulasini silib bir chetga qo'yib qo'ydi. Xalchixon uningga paltini achiqib berdi. Sail o'tinni tushib, o'yliga achiqib bo'lib so'raydi. Xalchixon, uydagi bolalar ko'rinmaydi-ku. Ko'rinmay nega ketadi? Ansarboyning yetim o'g'loqlarini Og'chi xonim o'ynab kirish deb talog'i qo'g'lavatdi. Qo'g'lavitib xo'p bo'ldi. Bo'lmasa, atidan kechgacha dugdiyib o'ltirib olgan odamning ko'ziga sat ko'rinib. Og'chi xonimning atvorliqlari 7 qat ko'rpining ustida uxlayotdi. Voy xudoyim-ey, sho'rib qaynab ketdimiki? Vaqtida akirib beray, ichivilisun oltin pashaxonlarim. Oshxonaga kirib ketadi. Bir ko'rin ko'tarib chiqib saroy uyiga akirib ketadi. Sail paltini qo'yib tomoshabinlarga qarab so'zlaydi. Talo mushugi uy mushugini qo'g'lagandek ish bo'layotamdi nima bu uyda? Hey Ansarboy. U xotinning maymundek bo'yib olgan chiroyi bilan shirin shikar so'zlariga oldinib ketibsan-da. Ko'rdigan kuning bor o'xshamamdi sening. Xalchixon saroy uydan chiqib uning oldiga keldi. Voy oshiq, o'zlari bilan o'zlari nim da'votidilar? Ansarboyga havas qilyotdilar haqqachon. Bu sahrolik Ansarboy bizning xonimga o'yli deb dunyoga boshqadan to'ralgandek tush ko'rayotganda yuriydi desizlar. Bizning bu xonim degan osmondagi yulduzning yurishini, yer tagidagi yilonning ko'shishini biladi. Qaylab tursizlar, uzun qolmay bu yurt, bu had hisobsiz mol dunyo bizning xonim bilan qizlariga tava bo'ladi. Undaqda boy bilan bolalari-chu, ular qandoq qiladi? Ay, qo'ysizlar. Undaq ahmaq gol odamlar xonimning chakarlig'imi yaramaydi. Hay Xalchixon, bu dunyoning egisi bor. Bu dunyoning adil tarozisi uning qo'lida. Yomonlik qilganlar o'ziga qiladi. Egisi kimni aziz yaratgan bo'lsa, shu aziz bo'ladi. Kishining haqqi kishiga osh bo'lmaydi. Og'ich xonim chiqdi. Sailni ko'rib yana g'azablanadi. Hey Xalchik, bu qalandar nima ish qiladi bu yerda? Bir parcha non berib haydavat demedimmi men? Chiq oldamchi uydan. Ikkinchi busig'amga dastigichi bo'lma. Chiqa qalandar. Ma'qul xonim, ma'qul, men chiqay. Qalandar quloq jandisi bilan xaltini oladi. Quloqni kiyib, sapoyini chilib, naqshi o'qig'ach chiqib ketadi. Sen degansan dunyo, kimga vafo qilding sen? Men degan yoranni yer qo'yniga olding sen. Og'ich xonim uy tarafga minib ketib berib to'xtab qoladi. Xalchixon, hey Xalchixonim, men yerga kela, yaqinroq kel. Xo'sh xonim. Ansarboy nimaga amroq bilamsan? Bilaman xonim, chuchiriga amroq. Ha, aqling bor jumosining, menga qara. Bir tal chuchirini qiymisining o'tirga mana buni silib tugsan. Bu chuchirini ayrim pishirib, boyning qachisiga silib qo'ysan. Bu degan quvvat dorisi, yegan odamni xush qilib, kayfini ko'taradi. Lekin bu ishni og'zingdan chiqarg'uchi bo'lma, bildingmi? Bo'lmasa jiningni olaman. Xush xonim. Xalchixon yerga qarab turdi. Og'ich xonim uyga kirib ketganda tomoshabinlarga qarab, ko'zini chekchaytib sirliq ohangda so'zlaydi. Qo'yaman demabmidim? Mana deganimdek bo'ladigan bo'ldi. Quvvat dorisi deydi, texi. Bo'ldi.
men hech nima demagan bo'lay. Sizlarmi hech nimani anglamadinglar? Men kirib cho'chiramni tugay. Mo'ngluq muzika ovozi anglanib turdi. Bir pasdan keyin Harvikashning ovozi anglandi. Boy xushal xo'ram holda hovliga kirib keladi. Og'ichqinim hovliga yugurib chiqib, noz xulqlarini ko'rsatib, har yon to'lg'inib harduq so'raydi. Kiyimlarini qoqidi. Uydan tovar ko'rpa, taykilarni ilib chiqib supiga soladi. Boyning to'nini, utigini soldirdi. Xalchixon Abduva chilabchini ilib kelib, boyning qo'liga suv berdi. Boy qo'lini, yuz ko'zlarini yuydi. Og'ichqinim oppoq, yumshoq lo'ngini tutib turdi. Boy yuz ko'zini surtib bo'lib, ko'rpiga yonpashlaydi. Og'ichqinimni amroqlik bilan yinida o'ltirg'izadi. Boy: "Balalar ko'rinmaydi-ku." "Balalar bor. Altun xinim, Pasha xinim, chiqib boy dandonlar bilan ko'rishinglar." Altun xinim bilan Pasha xinim erinchaklik bilan chiqib, onasining ishki yinida o'ltirdi. Og'ichqinim boyning uyan-buyan qarawatqanligini ko'rib, "Xalicha, oy Xalicha, avu qo'zchaqlarini chaqirib kirgin," deb buyuruydi. Boyning bolalari kirib, Og'ichqinimga qo'rqimsirab qaraydi. Og'ichqinim darhol chiroyiga kulgi yugurtib, "Voy, yurak parlarim mening, jinim qo'zchaqlarim mening. Qo'rsqinglar ochdimi? Mana, g'iza hozir tayyor bo'ladi," deydi. Ikki bola aymangan holda bir chatga berib o'ltirdi. Boy amroqlik bilan ulardan uni-buni so'raydi. Ammo ular yuraklik gap qilolmay, ha deb o'gay onasining ko'ziga qaraydi. Boy mag'rurlik bilan kulib, "Onanglardan qo'rqvatamsizlar? Qo'rqmanglar. Meni qandoq ko'rsanglar, uni shundoq ko'zni ko'ringlar. U sizlarning onanglar. Sizlarga bak amroq. U doim sizlarning lag'iminglarni yeydi," deydi. Balalar bir-biriga qarashib qo'yib jim o'ltirishidi. O'gizdagi kaptarlar boqildishidi. "Buq, Ansarboy, ko'zingni och, billivol, balalarga bek oval, buq, bek oval." Xo'roz bilan mikyollarimi hovliga kirib qaqildishidi. "Qiqiqiq, Ansarboyning ko'zlari sehrlanib qiliqliq. Hey Ansarboy, ko'zingni och billivol." Ansarboy to'g'laydi. "Voy, qaysinglar bor? To'g'onlarni chiqib kattaki solib etinglar. Nima parakandichilik bu? Boshni og'irtib." Turaxun chiqib to'g'onlarni qo'g'laydi. To'g'onlar qaqaqlig'icha sirtqa qarab mangidi. Qiqiqiq, Ansarboyning ko'zlari sehrlanib qiliqliq. Kaptarlar to'xtamay boqildishidi. Ansarboy o'giziga qarab, "Kaptarlar bugun ajab mo'ngluq boqildishib ketdi-ya. Bizga havis kelyaptamdi nima?" deydi. Og'ichqinim bilan qizlari kulishidi. Xalichxon supiga dasturxon silib, maza ilib keladi. Orqadan patnusqa tizilgan chinilarda cho'chira ilib keladi. Og'ichqinim ko'zni Xalichxonning qo'lidan olmaydi. Ko'ziga tikilib qaraydi. Xalichxon uningga chandirmay boshlang'ishib qo'ydi-da, eng cho'ng chinini Ansarboyning oldiga qo'ydi. Boshqalarga navbat bilan osh akiladi. Ansarboy: "Ajab mezilik purayda bu osh. Xalchixon tomoq etishni nadimi o'rgangan bo'lg'iydi," deydi. Og'ichqinim kulib, "Osh o'xshagan bo'lsa, olsizlar xo'jam. Qani qo'zchaqlarim, hammanglar oshqa beqinglar," deydi. Bir qushchuq oshni og'ziga opirib, yerning tegidan boyga qaraydi. Boyning oshni maza qilib ichayotganini ko'rgandan keyinla oshni og'ziga soladi. Oshni chaynab etib yana boyga qaraydi. Chiroyda bir jiddiylik, taqozolik bilinib turadi. Kaptarlar yana boqildashqa boshlaydi. Boy oshni ichib bulay deganda ushtum-tut qattiq og'riq dastidan ishki puklinib qoladi. Gap qilishqimi ulgurmay ittik Og'ichqinimga qaraydi. Og'ichqinimning huduqib, qo'rqimsirab turgan chiroyiga qarab ishning tegiga yetgandek chekchiyib qaraydi. Yiniga burilib, "Bolalarim," deginicha qitib qoladi.
Og'ichqinim alla to'l qilib yig'lashqa boshlaydi. Qizlari qiyochiya qilishib onasiga esiladi. Zuhra xonim bilan kichik o'g'il yig'lashib Ansarboyga esiladi. Dada, jinim dada, bizni tashlab ketma dada. Xalchixon bilan Harvikash yugurib chiqdi. Turaxon Ansarboyning bo'yin tomirini tutib beqib, Allohning dargohiga ketib bo'libdi, deydi. Gumon bilan chinidagi oshni qo'liga ilib qaraydi. Uni opirib mushukka to'kib beradi. Mushuk oshni shalapshitib ichib bo'lib, aptapda yetib tuklarini yalashqa boshlaydi. Og'ichxonimning ko'zlarida zaharli kulka paydo bo'ladi. Zo'ng'zayib o'ltirib, boyning yonchuqlarida aqtirib, bir tiziq oshqushni ilib yiniga soladi. Turaxonning yordamida boyni ko'rpida tüp-tüz yotqizib qo'yib, ingikini chatadi. To'xtamay yig'lashayotgan ikki bolaga "Zuvoningni uchirish yetim o'g'loqlar!" deb zarda qiladi. Xizmatkorlarni ho'ylini yig'ishtirishga buyurib, qizlarni agashtirib, oshqushlarni jiringshitib, saroy uyiga qarab mangdi. Turaxon bilan Xalchixon peshayvon ostiga jala qo'ymay kigiz gilamlarni silib, ustiga tam bo'ylatib ko'rpa soladi. Xalchixon bolalarning beliga oq bog'laydi. Mungluq muzika ovozi ichida bolalarning o'ksib yig'lagan ovozi anglanib turadi. Sirtdan xo'lum qo'shinlar el jamoat kirishga boshlaydi. Oq ro'mol ustiga so'sar tomoq kiygan, uchisiga uzun qora chapon kiyib, beliga oq bog'lagan og'ichqinim qo'lidagi hossini to'qildirib yerga urib qo'shaq etib yig'lashga boshlaydi. Voy murabbim, murabbim, o'lib qolar demabdim. Meni o'tda qoldirib, ketib qolar demabdim. 3-parda. Ansarboy o'lib ketib 2-3 yildan keyin. Ansarboyning ho'ylisi oq ro'molni chekilab chekkan, tovar ko'nglak maxmal jildga kiygan, quloq bo'yin bilaklarida oltinlar valaldab turgan og'ichqinim to'rda qo'sh-qo'sh ko'rpalar ustida yonboshlab yotadi. 14-15 yoshlarga kirib qolgan, kiyim-kechaklari yirtiq, puti yalang'idoq, yirtiq ro'molidan taroqsiz sochlari chiqib turgan Zuhra uning oldida yukinib o'ltirib putini tutadi. Tovar durdonga o'ralgan ikki qiz saroy uydan yugurib chiqib, bir-birini qo'g'lishib o'ynashga boshlaydi. Zuhra ma'yuslik ichida ularga havaslanib qaraydi. To'yiqsiz og'ichqinim vaqirab chichilib ketadi. "Vo divonining qizi, qo'ling nimani chiqatdiq sening? Jinimni olay demsan?" Zuhra yig'lamsirab, "Men hech nima qilmadim og'ichqinim." deyishiga kochitiga birini silib o'ngdisiga uchirib etadi. "Chiq pasqina, ko'zimdan yo'qol. Menga gap yondiryapsina? Menga olyapsina? Bilib qo'y, shuni. Tilingni uzun qilsang, tilingni kesiman. Olaysang, ko'zingni o'yiman." Xonimning arginayna qizlari kulishib uni masxara qiladi. Harvikash Turaxon ittik kelib uni yo'laydi. Qiz o'rnidan turib, "Rahmat Turaxon dada. Mening bu uyda turishim harom bo'ldi. Men ufqamni ko'rib kelay. Uni ko'rmagil xeli bo'pti. Bichar ufqam pasha bilan saljiga yem bo'lib jangalda yilqining orqasida yuriydi. Bu uyga oyda yilda bir qatim kelolmaydi. Bir hisobda shundoq bo'lganimi yaxshi ekan. U yerda tayoq yemaydi. Tildashnam eshitmaydi." deb sirtqa qarab mangadi. U chiqib ketishi bilanla og'ichqinim Turaxonni oldiga chaqirdi. "Turaxon, hey Turaxon, bu yoqqa kel." "Xo'sh, og'ichqinim, nim buyruqlari borkin?" "Menga qayla Turaxon, ata jangalga o'tin keskilib boramiz deb, oz zo'rakni aldab opirib berib, shu yerda o'ltirib, uligini ko'mib etib kelasan. Men buningdan bir qutulay. Uqsig'u hozircha tinch, yiliqlarimni bosib beqib beryotdi. Lekin mavuni xuyi bek yomon. Birni desam ikkini deydi, ishqi buyursam ko'zimga tikilib turib oladi. Dadisining topgan targini tugili nevoq. Bu sehrolik divonining bolalarini men beqiyotman. Qachongacha boqaman? Birsidan bo'lsimi qutulay, deydi.
Turaxun o'ylanib turib ketib, "Bo'ladi, og'chi xonim, o'zlari deganda qilaman", deb ta'zim qilib chiqib ketadi. Muzika chilinib turdi. Kaptarlar buquldishidi. Peshayvonga bir qush qo'nib mungluq sayraydi. Tur, Turaxun, yoq, Turaxun, yoq. Itimning holiga boq, itimning holiga boq. 3-parda. Arısıga kun o'tmaydigan qilin to'g'raqliq. Qushlarning har xil ovozda changildab sayrishi anglanib turadi. O'rmonlikning bir chetidan harva chaqining g'ichirlishi, harvikashning harvini to'xtatqani anglandi. Beliga palti qistirgan Turaxun Zuhrani boshlab sahnaga ilib chiqdi. Zuhra atrofning go'zalligiga, qushlarning sayrishiga maftun bo'lib, yili yerga, yili daraxtlarga, qushlarga qarab ketdi. Turaxun tomoshabinlarga so'zlaydi. "Qaranglar, og'chi xonimning niyatining yomonligiga, Ansar boyni o'ltirib, uning boyligini egallab bo'ldi. Advorliq bolalarini maloydida qilib oldi. Bechoralar eg'il yetib, oshning suyini ichib, nonning kuyugini yeb, kun o'tkazyotidu. Bu xotin amdi kech-kunduz mushu bolalarni ko'zdan yo'qotishning qo'yida. Shu azozul jodigar xotinning qo'lida o'lgandan mushu jangalda qolgan yaxshiroq emasmi? Tali kelsa biror rahimdil insonga uchrab qolar." U Zuhraga qarab so'zlaydi. "Xonim qizim, sizlar mush yerda o'ltirib tursizlar, men o'tin kaslab kelay, qo'rsoqlari ossa manoni yesizlar", deb belvig'idan bir zag'rini ilib berdi. "Ma'qul Turaxun dada, bu yer bek chiroyli ekan, men mush yerda o'ltirib turay", deydi qiz va daraxtdagi qushlarning pirildab uchishiga qarab uf tortidi. "Eh Allah, menga mush qushlarningdek bir jup qanot bersang çok aşki. Mushu qushlardek bir yaqlarga uchib ketsam, rahimsiz o'gay anamni qayta ko'rmasam, bir chaqlarda jannatim bo'lgan, hozir men uchun do'zax aylangan uyimga mengu oyoq bosmasam." Daraxtdagi qushlar bir-birlab uchib kelib, uning mo'risiga, qo'llariga qo'nadi. Chiroyli sayrab uning ko'nglini ochidi. U yenidagi zag'rini qushlarga uvab berdi. Yupurmoqlar orasidan tushib turgan sus kun nuri bara-bara uchishga boshlaydi. Zuhra birdilla atrof qarab tashvishga tushib qoladi. "Turaxun dada, sen qayerda? Turaxun dada!" deb vaqiraydi. Uyan bu yanga yugurib biqib to'xtab qoladi. Qushlar uning beshida agib ansiz sayrishidi. "Vichirvich, vichirvich, qorong'i tushdi, xatarlik. Tak, tak, bo'ri kelyotidi, tak, tak, iyiq kelyotidi. Vich, vich, chir, chir, biz qizchaqni qo'g'dayli, uningga yo'l boshlayli, vich, vich, chir, chir. Unda bar bir yog'och uy ham rahimdil bir mo'may qizchaqqa yo'l boshlayli, u xatarda qolmag'ay." Yiroqdan bo'rining hovligan ovozi keladi. Qizchaq qo'rqib titraydi. Qushlarning ba'zilari Romilning burjikini, ba'zilari ko'ngligini tishlab uningga yo'l boshlaydi. U qushlar bilan billa chiqib ketadi. 4-parda. O'rmonliq. Kichik yog'och uyning eshigi va ichi ko'rinib turdi. Oq chashliq, oq ro'molliq bir mo'may qora chiroq yo'riqida choq egirib o'ltirdi. Bo'sh, yengil, yiqimliq muzika ovozi anglandi. Yiroqdan qushlarning churuq tashlari va odamning oyoq tivishini anglagan mo'may o'rnidan turib atrofni tingshaydi. Orqadan eshik oldiga chiqib yiroqlarga qaraydi. Qushlar yetilgan Zuhra yetib keladi. Mo'mayni ko'rib ittik yugurib keladi. "Assalom mo'ma", deb egilib salom qiladi. Mo'may: "Kel qizim, yolg'iz mo'monga hamroh bo'lg'ili keldingmi?" deb qizning peshonasidan suyib uyiga boshlaydi. Qiz uyga kirib Fotiha o'qib Mo'maydan hol ahvol so'raydi. Mo'maymi uningga javoban hol ahvol so'rab bo'lib, uni o'ltirg'izib choy g'izo ilib keladi. Orqadan so'raydi: "Chiroyingdan qarasam peshonang nurliq, diling yo'ruq isil bir qiz ekansan. Ammo holing parishon ko'rinadi. Qaysi baxtlik uyning chirg'i, qaysi gulshanning gulisan qizim? Bu yerga nima hojat bilan kelding?" "Men bir sho'r peshona yetimman ana. Tag'am bilan jangalga o'tinga
kelib ezib qoldim. Allohning meni sana yetkizganiga ming shukr, deydi qiz. Mo'may: "Undaq bo'lsa, mening hinimda bir necha kun tur. Seni o'zim yo'lga silib qo'yaman. Ansirma", deydi. Qizga o'rin silib berib, "Mavu choq ajab putlashdi. Chiqib chiqivat. Uchoqqa tuturuq bular", deb tapalab uyquga ketadi. Zuhra chaqning oldiga o'tib o'ltirib, sivatdiki ushni ilib igirishga boshlaydi. Ushni igirib bo'lib, sivatni qo'ziqqa ilib, chaqni takchiga qo'yib qo'yadi. Әдісі әттегенді болмай. Hiç mijazim yo'qturdi. O't cho'p silib, suyuq salang osh etib bergina qizim, deydi. Zuhra yig'ini turib, ximir yo'g'irib, taxtada cho'pni chashdek kesib, yalpuzning yumran ko'kini silib, osh etib, Mo'mayning oldiga ilib keladi. Mo'mayga bir qo'shiqdan ishkuzib qo'yadi. Mo'may yana: "Men bir uxlab, tarinib olay qizim. Sen öyni süpürüp, axlatni eriqi tök, kulungni adalab, külini bishing'i tök", deydi. Zuhra öyni pokiz süpürüp, kulungni adalab, axlatni axlat o'risiga, külni öyning orqasidagi azgalga tökidi. Qaytib kirib chaq igiridi. Mo'may uyqudan uyg'onib: "Etib bergan ishingni ichib, yeb yengil qopibdiman, rahmat qizim", deb Zuhraning chochlarini silaydi. Şu haman Zuhraning aslidagi chichi o'rniga valildab turadigan uzun ham quyuq chochlar unib chiqadi. Mo'may uyning oldiga chiqib, qo'lini egiz ko'tarib, olqinini bir-biriga urishiga 3 at qo'shilgan yasidaq mapa paydo bo'ladi. Mapida bir sandiqmi bor ekan. Mo'may Zuhraning ko'ni kiyimlarini soldirib etib, badanini xushbaraq sular bilan yuyib, sandiqdan esil kiyimlar bilan bekmi chiroyli bir jup oltin kashni ilib, uningga kiydirdi. Zuhra Mo'may bilan xo'shishib harvaga chiqdi. Bir to'p qush uningga yo'l boshlab mangdi. Yog'och uy g'oyib bo'ladi. Orqa ko'rinish har xil o'zgardi. Harva go'zal o'rmonlardan, gullar echilib ketgan yon bag'irlardan, sular shirildab eqib, o't-cho'plar yelpinib turgan yayloqlardan o'tidi. Harva bir daryo bo'yiga kelganda, Zuhra bir pas orom elivilish uchun suv bo'yiga tushidi. Qo'lini suvga ochilab, o'zini unutgan holda suv ichib o'ynashga boshlaydi. Tuyuqsiz bir kiyik o'g'liqi uning oldiga kelib, yiqilgancha lag'ildab titrab o'rnidan tura olmaydi. Zuhra darhol kiyik o'g'ligini quchog'iga ilib suv ichgizidi. Siylab papalaydi. Kiyik o'g'ligini qo'g'lab kelgan shahzoda bilan navkarlar neridan qarab turishidi. Navkarlar kiyik o'g'ligini ilib olmoqchi bo'ladi, ammo shahzoda ularni to'siydi. Zuhra kiyik o'g'ligini quchoqlab, harva tarafga yuguriydi. Shahzoda hayronlik ham mahliyolik ilkida uning orqasidan agishidi. Ammo harvaga yetisholmay, qizning putidan tushib qolgan bir pay oltin kashni ko'tarib, sahnaga qaytib keladi. "Bu sohib Jamol kimdi? U cho'qim bir malika yoki katta oilaning atvorli qizi. Ah, uning go'zalligi, rahimdilligi, nazokati meni asir qilib oldi. Men uni cho'qim izlab topaman. Nadim bo'lsa-mu topmay qo'ymayman. U mening malikam, bolalarimning onasi bo'ladi", deydi-da, navkarlarni boshlab darhol yo'liga ravon bo'ladi. Shunday qilib, bugun mush yergacha o'qidik. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.